men nimanidir qilib qo'ysam, chichib qo'ysam, ha, chichib qo'ydim deyman. Uzr ming bor qo'pollashayotgan bo'lsam ham, qilib qo'ysam nimanidir. Bunday chiqaman, uzr o'rtoqlar, mana shunaqa bo'lib qoldim. Meni biladigan, meni qanaqa xarakterim, mujikligini biladiganlar tan olishadi buni. Nimadir olib qo'ydim deyman. Qilib qo'ydim deyman. Lekin men bunaqa уже yemagan somsamga meni xalq mana mehr bilan yaxshi ko'rgan xalqi ko'zida yomon ko'rsatib qo'yayotgan harom sut yemagan haromlar narigi dunyoda javob berasanlar. Inshaalloh javob berasanlar, lekin men уже bo'ldi, men to'xtadim. Hech kimga hech narsani isbotlamayman уже. O'zi menga buni eng yaqin даже meni yaqin odamlarim isbotlashing shart emas. Hozir 21-asr ko'rayotgan bo'lsanglar, o'lgan odamni rasmini tiriltirib gapirtirishyapti-da. Endi bu qizdan nima xohlaysizlar? Men buni har bitta burchagini ko'rgan qizman-da, to'g'risi. Bitta gapda mana tutab qoldi. Qiz joyida. Yo'q, qanaqa qilibsizlar? Qora bilan oq farqiga bormasligingiz mumkin. Men shuni to'g'ri tushunmayapman. Bitta odamlar biz baqirib gapirayotganimiz qora bilan oqni ham qo'y, qo'pollashsam bo'ladimi? Mayli, bundoq qilib turaman. Qaranglar mana, men sizlarga hozir bonu aytolmayapti, men sizlarga aytaman. U videoda osilgan ko'kragi bilan nima desam ekan? Qanaqa tushuntirayman u